Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu safargi videomizda sizlarga MG mashinamizga propan o'rnatish nech pulga tushadi, narxlar nech puldan bo'lyapti, qancha kilometr yuradi, undan tashqari qanchaga garantiya berishadi, shular haqida xudo xolasa to'liqroq ma'lumotlar berish uchun bugun biz xudo xohlasa Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga yetganmiz. Do'stlar, bu yerda ko'rib turganlaringizdek 1.5 turboli motorimizga juda chiroyli holatda ustunoka berishib bergan. Undan tashqari do'stlar, shunaqa inomarka mashinalar bo'ladi yoki bo'lmasa o'zimizda hozirgi kunda Trekkerlarga, Onix farqi yo'q do'stlar, Gem mashinasi bo'ladi, inomarka mashinalar bo'ladimi? Shularga ustanovka original holatda propan o'rnatish nech pulga tushadi? To'liq ma'lumotlar Ahror akamizdan olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Ahror aka, yaxshimisiz? Charchamasdan rahmat aka, xudo shukr. Xo'p, ushbu modelimiz aka hozir mana video boshlaganimizda O'zbekistonda hali birinchisi bo'lyapti aka bu modelni. Xudo xolasa ustalar bilan aloqaga chiqqanimizda hali ko'pchilik qo'ymadik degan javobni oldik ko'pchilik ustalardan. Shunga xudo xolasa birinchi bo'lsak kerak deb umid qilyapmiz. Xudo xolasa. Xo'p, aka bu mashina hozir O'zbekistonda rosa trendda bo'lyapti. Bu hozir adashmagan bo'lsam, eng fulli panorama tomlisi. Men buni bez panorama tomlilarni ko'rganman. Xo'p, ular bilan buni nima farqi bor aka? Farqi, xo'p, bu modelimiz MG HS 2 turbinaligi bo'ladi. Buni ot kuchlarida ham farqi, bu ZS lardan, ZS-larimizda ot kuchi 114, 120 bo'ladigan bo'lsa, buni ot kuchi 165, 169 ot kuchi bo'ladi. Bu motor hop ko'rinishidan shu Malibuni motoriga o'xshab ketadi. Bir xilroq bo'ladi. Bir xilroq bo'ladi, tuzilishlari bir xil. Juda ham zo'r. Xo'p, bu hozir aka propanni qaysi pokoleniyasi o'rnatilyapti aka bunga? Bunga qancha tushadi o'zi? Bunga shu yaxshi tushayotganimiz mana shu Yevropa gaz bo'lyapti. Bu chempion miya bo'ladi. Injektor 48 ga 4 deyilgani. Xo'p, bu endi 4+ bo'ladi. 4+. Injektorlari Dakota bo'ladi, 2 ohmlik. Reduktorlari Rail XP, Nordic XP degan reduktorlar qo'yilgan. Xudo xolasa shular bilan rasxodlari zo'r bo'ladi. Benzin bu o'lsiz agar bu motor GDI hisoblanadi. GDI motorlar ham benzin ham propan rasxod qiladi. Bularning foizi 10% gacha tushirilgan. Ya'ni Xudo xolasa, buni 100% lik gazda yuradigan qilish ustida ish olib borilyapti. Yaqinda xudo xolasa buni ham yo'lga qo'yamiz. Demak, xudo xolasa yaqin kunlarda bularni ham 100% faqat propanda o'zi yuradigan qilib, xudo xolasa programmalarni aqib beriladi. Demak, hozir 10% deyotganda 90% propanda, 10% benzin yuradi. Bu aka, qarang, обычный holatda yurganda shunaqami yo faqat gazni bosganda shunaqa rasxod qiladimi aka? Общий 10%. Общий 10%. Farqi yo'q. Sekin yurishdan tez yurishdan shunaqa siklda bo'ladi. Juda ham zo'r. Bu hozir 4 ta silindrli aka. Bu 4 silindrli. Narigi MGlarimiz 3 silindrli bo'ladi. Bularni 4 silindrligini hisobiga bunda ot kuchi ham ko'proq bo'ladi. Juda ham zo'r. Bu hozir aka eng, ya'ni o'tgan yillar adashmagan 4 yevro deyshadi, xuddi shunaqami aka? Shu Yevropa gaz bo'ladi. Yevropa faqat 4+ bo'ladi. 4+ bo'ladi. Juda ham zo'r do'stlar. Datchilik qilib qo'yib beryapmiz. Xo'p. Datchilik ham qilib qo'yib beriladi. Datchilik, ballonlarga bir ko'rsatib o'tdi ballonlar. Zapasda o'rniga tushyaptimi aka yo pastga? Zapaskani o'rniga tushadi. 60 bittalik tapalan ballon bo'ladi. Belarusniki. Nimalari datchiklari joyida. Zapravka qiladiganimiz pastida bo'ladi. Endi ko'rinmaydigan bo'lib chiroyli bo'lib turibdi. Juda ham zo'r. Ya'ni mana bu yerda do'stlar o'rnatilgan ekan. Ya'ni hozir bilayotgan bo'lsalar, ko'pchilik mana shunaqa pastga o'rnatyapti. Nima qilay deydigan bo'lsang, ochib yopgani, gaz qo'yayotganda yaxshi foyda beradi do'stlar. Bu tomonlarga naqib berishgan. Xohlagan odamlarga bokka ham qo'yib berishimiz mumkin. Bunda yechim topolmadik. Juda tor ham plastmassa bo'lgani uchun keyinchalik sinib ketishini hisobga olib, o'sha pastga qo'yib qo'yiladi. Pastga qo'yib qo'yiladi. Hozirgi kunda masjidga o'zi qulay bo'lyapti. Juda ko'p joyda anaqa bo'ladi. Xo'p, bu hozir aka mana gaz ballonni katta kichikligiga qarab narx ham o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Narxda o'zgarish bo'ladi. Masalan, 48 talik qo'yib beravering, menga kichkinaroq bo'laveradi, shaharda ko'p yurmayman deganlarga shu 600 ming farq qilaveradi. 600 ming farq qiladi. Ya'ni eng kattasidan kichkinasigacha 600 ming atrofida farq qiladi. Endi agar yana ham kattaroq qo'ydiradigan desa, o'shunga qarab plus minus bo'ladi. Juda ham zo'r do'stlar. Xohlasangiz zapaska do'stlar, xohlasangiz tabletli ko'rinishda, xohlasangiz do'stlar kalbasa fasonda qilib juda chiroyli holatda qo'yib beriladi. Ya'ni bunaqasi fasonga, xohlasa bunaqa fasonda qo'yib beriladi. Fasonlarda uncha farqi o'rnamaydi. Farqi yo'q. Faqat litrga farq qiladi xolos. Litrga farq. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, endi aka bu mashinamizni hozir mana O'zbekistonda rosa trendda deyapmiz aka. Qanchada ustunoka bo'ladi aka? Misol uchun mana olib kelishda, yangi salondan olib chiqishganda yoki bo'lmasa boshqa payt kelishida bo'lsa, plus-minus qanchada o'rnatsa bo'ladi aka? Bu motorlar jicha sложный bo'lgani uchun shu bir 7-8 soat vaqtimiz ketadi. Общий 7-8 soat vaqt ketadi. O'zi aslida bir kunga deb olib qolamiz. Endi nyuanslar bo'ladi, plus-minus ag'bag'i bo'ladi.
O'shunga bir kun vaqtlaringni olsalaring, bu haligi hisoblaringni olsalaring bo'laveradi bir kunga. Juda ham zo'r bo'lsa. O'zi ustanovkasida taxminan bir 2 soat, 3 soat atrofida vaqt ketadi. Endi haqi tekshirish, kompyuterga solish, mayda-chuyda ishlar bilan bir kun xudo xohlasa to'liq vaqtni oladi do'stlar. Juda ham zo'r bo'lsa. Xo'p, endi aka qarang, bular hammasi original qo'yilgan ekan bu mashinaga? Ha, bular original o'zlarini, xo'p, QR kodlari bo'ladi. Hozir bolalar qatirib qo'yishibdi. Shu orqalarida sifralari bor, o'zini bazaga urilgan bular. Biz o'sha bazadan olamiz, baza o'zi tekshirib, nimalarga solib, QR kodlarini qo'yib, originallarini yetkazib berishadi. Juda ham zo'r. Xo'p, endi qarang-chi, ko'pchilik mana propan videolarni juda ko'p ko'rganmiz. Hozir bu yerda qora shlanka qo'yilibdi. Ba'zilar shaffof shlanka qo'yish kerak deyshadi. O'zi qaysi biri yaxshi aka? Shaffof yaxshimi yo bunisi ham yaxshimi aka? Endi ikkalasi ham bir xil narsa. Bir xil narsa. Ikkalasi ham bir xil narsa. Endi shu biz qoradan qo'yib beramiz, sababi u shaffof qo'yilganda xunuk bo'lib ketyapti. Sifat buzib qo'yyapti ishimizni. Shuning uchun biz qoradan qo'yyapmiz. Qoradan qo'yiladi. Qora bo'lib chiroyli turaveradi. Bunga garantiya beriladi, hidi chiqmasligi, boshqa narsa bo'lmaydi. Chiqmaydi, xudo xohlasa. Xo'p, mana ustanovka bo'ldi aka, misol uchun deylik, mana original qo'yiladi deyapsiz. Qanchaga garantiya beriladi aka? Unga 1,5 yil yoki 40 ming yurgungacha garantiya beradi. 40 ming yurgungacha. Ya'ni zavodsiz holatda biron bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, 40 ming yoki bo'lmasa 1,5 ming ichida tuzatib beriladi. Tuzatib beriladi. Bu albatta zavodsiz holatda. Lekin do'stlar, adashib yoki bo'lmasa o'zlarining tomonidan biron bir favqulodda holat narsa o'tadigan bo'lsa, unisiga garantiya berilmaydi. Imkon qadar propandan qo'yatib, original yaxshi joydan qo'yish tavsiya beriladi. Qo'ldan quyilgan taqdirda biz nimadan chiqib ketib qoladi. Garantiyadan chiqib ketib qoladi. Demak, qo'ldan quymaslikda imkon qadar tavsiya beriladi. Xo'p, endi qarangki, hozir bunga necha litr o'rnatiladi? Bunga 61 litr. 65 litr. Taxminiy aka qancha yurib beradi aka, misol? Shu taxmin bilan bir 550-600 atrofida yuradi. 550 atrofida yurib beradi. Juda ham zo'r bo'lsa, eng 550 yurganda ham shu benzin rasxodi shu 5 litr bo'lyapti. 5 litr ketyapti. 550 ga. 550. Juda ham zo'r bo'lsa, xohlaganlaringni do'stlar original. Xo'p, bu aka hozir necha pulga o'rnayapti endi aka? Asosiy narsasiga keladigan bo'lsak. Bunimiz endi masalan shu mashinaga 850 dollarga o'rnatyapti. Endi qo'shilib qolishi mumkin. Nimaga qo'shilishi mumkin? Masalan, manaqangi sifrovoy datchiklarimiz bor. Bizga shundan qo'yib bering deyishlari mumkin. Sifrovoy ko'rsatib turadigan litrigacha. Xo'p, yana masalan menga shuncha qilib bering deyishi mumkin yoki trubkasini menga terma trubka qilib bering. Endi shularga qarab turib qo'shilib 50 dollar ag'bag'i 100 dollar farq qilishi mumkin. Plus minus bo'lishi mumkin. Xohlaganlar uchun datchikli bo'lsa, bunaqa ko'rsatib turadigan litrni xohlashlari xuddi anaqa nima dedim, metanga o'xshab turib kamaytiradi, xon qilib ko'rsatib beradigan xon qilib berilaveradi. Yo'q, bu shu turishida ham bor. Metanga o'xshab ko'rsatadi. 850 dollarga qo'yilyapti mana shu. Shu turishida ham bor. O'zi hammasi deyarli ko'rsatadi. Lekin litrli deyishdan olmasa, ozmoz puli qo'shilib qolishi mumkin. Buni xohlagan mashinaga qo'yib berilaveradi. Xohlagan, xohishga qarab turib qo'yib berilaveradi. Faqat narxda ozmoz qo'shiladi. Xo'p, endi qarang aka, bu 850 dollarga qo'yilyapti deyapti. 4 plyusni. Xo'p, buni aka holatiga qarab ozroq, ya'ni arzonroq, qimmatroq qo'ysa bo'laveradi aka. Qo'ysa bo'laveradi. Ya'ni bular misol uchun bularda originalda o'rayotgan bo'lsa, bundan sal pokoleniyasi pastrog'ini deyishadigan bo'lsa, mana bularni arzonroqlarni qo'yib turib o'rnatib ham berilaveradi aka. Xohishga qarab turib. Juda ham zo'r. Xo'p, endi aka, misol uchun deylik, hozir mana trekkerlar rosa trendda bo'lyapti, 10 ishlamizda. Bularga necha pul o'rnash mumkin aka? Plus minusmi, necha litrligi? Bularga xo'p, shu 48 taliklar bilan основной qo'yapmiz. 4 million 800 mingga, buni ham shu Yevropa gaz nima bilan? Bu ham original. Buni ham original. Hisobchaslari original bo'ladi. Xo'p, endi aka qarang, eng arzoni bilan eng qimmatligacha necha pul farq qiladi aka? Misol mana original 4 million 800 ming deyapsiz. Xo'p, endi eng arzon necha pul tushadi aka bunga? Misol menga sal bundaqaroq qilib bering, arzonroq bo'lsin ekan. Masalan, 2 million 800 ga ham, 3,5 millionga ham qo'ysa bo'ladi, lekin tavsiya bermaymiz. Tavsiya bermaymiz. Nimaga sizdan bu motorlar injiq. Necha slabый bo'lgan hisobiga ularda arzon narsa qo'yishlarni tavsiya qilmaymiz. Bizni ishonchimizdan o'tgan, sinovimizdan o'tgani o'sha 4 million 800 minglik bo'ladi. Reduktor, injektor italyanskiy, miyasi Polshaniki, Yevropa gaz bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar. Demak do'stlar, bemalol kelaverasizlar, любой mashina ustanovka berishaveradi. Do'stlar, Toyota deysizlarmi yoki bo'lmasa gibrid mashinalar deysizlar, hammasi xudo xolasa ustanovkalar qilib berilaveradi aka. Toyota eski mashinalarga ham любой mashinaga qo'yilyapti. Hozir hammasi qo'yib berilaveradi, xudo xolasa. Do'stlar, ekranda nomerlar bor. O'zbekiston bilan akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Undan tashqari akamizda Nasey savdo ham bor ekan. Xudo xolasa to'liqroq ma'lumotlarni ekranda nomerga aloqaga chiqsangiz berishadi. Biz hozirgi kunda Farg'ona viloyati qayerda biz aka? Xo'p.
Farg'ona darvozadan o'tilganda o'ng qo'lda Arman zapravka keladi. Lukoyl yangi ochilgan. Shuni oldida avtosalon bor. 12 volt deyshadi. Agar bilishsa, podpischilarimiz Ana shu yerga bemalol kelib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Ahloga uchrashsa, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Ahloraga Sog' katta bo'linglar, rahmat. sizlarga Aloqaga rivoj. chiqishadi aka. Sog' bo'ling, rahmat.